Agar diqqat qilib qarasak, bizning dinimizda niyatni o'rni shunaqangi darajada muhimki, odam o'tirgan joyda go'zal niyat qilib ham harakatlar bilan yetisha olmaydigan darajaga yetsa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, siz tort pishirib sotasiz, yoki somsa qilasiz, osh qilasiz, farqi yo'q. Yoki mashina ustasisiz, farqi yo'q. Tikuvchisiz, farqi yo'q. Har bitta nini urganingizda, har bitta kraska sepganingizda yoki har bitta narsani pishirganingizda Allohim shuni quvvati bilan shu mashinaga minib, shu kiyimni kiyib insonlar ibodat qilar ekan, buni savobini odamlarga, ayamlarga baxshida qilib qo'ydim deydi. Bilmaysiz-ku somsalarni kim yeyishi mumkin. Bilmaysiz u mashinani kim minishi mumkin. Bilmaysiz u kiyimni kim kiyishi mumkin. O'tirgan joyingizda go'zal niyatingiz uchun ulkan mukofotlarga erishasiz.